Biz narxga qaraymiz, sifatga qaraymiz. Birinchi o'rinda sifat bizalik. Ikkinchi o'rinda narx-navo. Sifating yaxshi bo'lmasdan turib, narx-navoing past bo'lsa ham bo'lmaydi. Sifating yaxshi bo'lsa, narx-navoing arzon bo'lsa, общий объемdan yutib chiqib ketasan. Tushunarli. To'g'ri, biz aytayapman, boshqa firmalar borsa misol uchun unsi bo'lmasligi mumkin. Lekin bizda qishin yozda turbozi ham bor, fitillarimiz ham bor. Biza skladka uchun yig'amiz. Soda past degan narsa, ana ishchilarga dam berib yuborsang ham boradi ishchi 10 kun, 15 kun o'tiradimi? Bola chaqasi ovqat yeyman, non yeyman deb tursa, ish bermasang, pul bo'lmasa, qayerda unda? Uchala ana qilmasin deb turib, biza bu yillar o'sha haftada bir marta o'chiradigan bo'ldi. Oldin 15 kunda bitta o'chirardi. To'g'ri, hozirgi paytda mana dunyo anaqasi urush bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, sodalar pasaygan. Lekin shunda bo'lsa ham biz ishlab chiqarishni to'xtatmadikki, skladga yig'aylik. Chemantda pul turgandan ko'ra, siryo turgandan ko'ra, skladga tayyor mahsulot o'zi bo'lsa, hamisha. Klient kelganda yetkazib berish o'zi kerak. Klient poylatib qo'yish kerak emas. Hozirgi paytda klient poylaydigan payt emasda. Shunaqa. Klientga mahsulot bo'lmasa, sanda bo'lmasa boshqa yuboradi.